Bismillah, Koreyada hozirgi kunda nimaga ko'p oshxonalar sotilyapti? Bu savol sizni ham qiziqtiryaptimi? Javobi bitta. Oshxonaga kiradigan bo'lsangiz 14 ming 15 mingga bir pors ovqat bilan chiqib ketasiz. Amin qassobga murojaat qilayotganlar 14 ming 15 mingga 4 kilo go'sht olyapti. Endi hamma Amin qassobga murojaat qilib, shunaqa tekbir qilib go'shtlarni olib turgandan keyin oshxonalarga birov kirmasa, endi sotish kerak-da, nima qilish kerak? To'g'rimi? Ya albatta hazil, akalar, ertaga seshanba oxirgi kunimiz bo'ladi. Bemalol zakaz beringlar. Zakaz berish uchun nomerlarimiz 0 bilan 3902 9991 ga telefon qilinglar. Yoki bo'lmasam Play Marketdan, App Store'dan kirib turib, Amin qassob deb yozsanglar, programmalarimiz bor. Bemalol shu ilovamizga kirib ham zakaz bersanglar bo'ladi. Narxlar shikalat narxda bo'lib ketdi. Xudo xolasa ertaga seshanba oxirgi kunimiz bo'ladi. Chiroyli qilib shunchalik ishonch bildirganinglar uchun katta rahmat. Katta pakslarga ketyapti, ko'rayotgan bo'lsanglar. 20 kiloliklarimiz ko'p. Kichkinalarimizda qaymoqlarimiz, sariyog'larimiz, do'ltalarimiz bor. Bemalol go'shtlardan zakaz bersanglar, xuddi shunaqa qilib chiroyli qilib jo'natib beramiz. Sizlar bilan Amin qassob bo'ldi. Xudo xolasa Koreya bo'ylab bir kunda ishonchli va sifatli joydan olinglar, akalar. Inshaalloh chiroyli xizmat ko'rsatishga harakat qilyapmiz. Hammasi sizlar uchun. Keyingi tekbirlarimiz 10-oktyabrdan boshlanadi. Ungacha sizlar bilan faqat tekbir olamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Moshni tekbir bo'ldi bugun.